O'rmon rahbari sher qamoqxonaga qo'ng'iroq qilmoqda. Qamoqxona nachalnigi eshitadi. Qanday yordam bera olaman? Salom nachalnik. Sizga kim telefon qilayotganini bildingizmi yo'qmi? Albatta bildim janob sher. Eshitaman sizni. Eshitishimcha, o'rmonimizda ancha jinoyatlar ko'payibdi. Qamoqxonadan kimdir qochibdi, otishmalar bo'libdi. Shunga telefon qilyapman, janob nachalnik. O'lay agar ko'zimdan rak bo'lay, unaqa bo'layotgani yo'q. Biz hammasini nazoratda ushlayapmiz. Siz sal qo'yit qilgansiz. Menga bergan hisobotingizda doimo hammasi tinch deb yozib topshirgansiz. Muhtaram sher, men hammasini to'g'ri yozganman. Hurmatli sher, men aldamayman, axir qasam ichganman. Bunaqa bo'lsa juda ham yaxshi. Unda gaplaringiz isbotini indinga qamoqxonaga tekshirishga borganimda ko'raman. Biz siz kelsangiz juda ham xursand bo'lamiz, janob sher. Bizni juda ham katta muammo kutib turibdi. O'rmon rahbari sher tekshirishga kelarmish. Jin ursin. Qirol tekshirganidan keyin ko'pgina rahbarlarning tagiga suv kelarmish. Voy kallamga-ski, o'rmonimizda jinoyat ko'pligidan hammani qamoqqa tiqqanman. Umuman bo'sh kamerani o'zi yo'q. Qaniydi boshqa o'rmonlarga borganidek bir oy oldin ogohlantirib qo'ysaydi. Janob, nima chora ko'ramiz? Topdim, nima qilamiz? SSR davridagi pionerlar koloniyasiga aylantiramiz qamoqxonani. Sen hozir hamma qamoqxonadagi mahbuslarga ayt, ularni pionerlarga aylantirishsin. Kiyimlarini ham hammasini o'zgartiring. Ular rozi bo'lishmasa-chi? Ularni rozi bo'lishi bo'lmasligi muhim emas. Bu buyruq. Qo'riqchi qamoqxonadagilarni bu yangilik bilan tanishtirdi. Mahbuslar, ertaga o'rmon qiroli sher nazoratga kelarmish. Bugundan boshlab qamoqxonamiz 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar koloniyasi va sizlar pionerlar bo'lasizlar. Ey qo'riqchi, mani eshit. Bu sizlarning muammoinglar. Meni yigitlarim hech qachon bu pionerlar o'yinini o'ynamaydi. Bu nachalnikning buyrug'i bajarish shart. Borib nachalnikingga ham ayt. Bu buyrug'ingni hech qachon bajarmaymiz. Bu gapingni uni o'ziga ayt. Yurmang bilan. Paxanni nachalnik huzuriga keltirishdi. Xo'sh, bu yerda nima qilyapsan? Eshiting, komandir. Oyog'ingiz yerdan uzilgandek yoki boshingiz patologga tekkandek bo'lmayaptimi? Bu bilan nima demoqchisan? Men xuyoviy tekshirishni deb qanaqadir yosh bolalar rolini o'ynamoqchi emasman va kameramdagi sheriklarim ham hech qachon pionerlar kiyimini kiyib masxarabozlik qilishmaydi. Juda yaxshi-da, qo'riqchi. Uni izolyatorga olib borib, yaxshilab tushuntirish ishlarini olib boring. Izolyatorda paxanga yaxshilab tushuntirib qo'yishgan shekilli. Yigitlar, ertaga hammamiz pioner bo'lamiz. Bu juda ham yaxshi. O'rtoq komandir, hamma narsa tayyor. Kiyimlardan tortib bannerlargacha. Shedevr. Ertaga sher kelsa bo'ldi. Ertasi kuni darhol sher kontrolga yetib keldi. Nachalnik ham hamma boshliqlar qatori bitta yeb-ichar qilib berib qutulmoqchi bo'ldi shekilli. Keling o'rtoq sher, dasturxonga marhamat. Muhtaram sher, qamoqxonamizga kelganingiz bu biz uchun bayram. Men nishonlashga kelmadim. Men proverkaga keldim. Yuringchi bir ko'raylik. Janob sher, shuni faxr bilan ayta olamanki, bizni o'rmonda jinoyatlar kamayib ketgani bois, jinoyatchilar yo'qligi bois, biz bu yerda qamoqxona emas, pionerlar lageriga aylantirdik. Ularni vatanparvarlik ruhida tarbiya qilyapmiz. Juda ham xursandman. Unda pionerlarni ko'rgani bir boraylik. Ha, albatta. Ular hozir hovlida havo almashtirishyapti. Bu payt Paxan va uning jamoasi hovlida hordiq chiqarishyapti. Mana ular, haqiqiy vatanparvar ruhidagi pionerlar. Paxan aka, ana sher kontrolga keldi shekilli. Bo'ldi, sizlar jimgina kuzatinglar. Men gaplashaman. Assalomu alaykum pioner. Isming nima? Meni ismim Paulik. Men mana shu mana shu pionerlarning sardori bo'laman. Seni yoshing nechida pioner?
Meni yoshim 8da. 8 yosh deysanmi? Bunga ishona olmayapman. Ha, yoshimga ishonmaysiz, lekin qamoqxonani lager desa ishonasiz-a?